davom ettiramiz videomizni qolgan joydan. Kart kontentga stil berishimiz kerak edi. Kart content va bunga ham position absolute beramiz. Joylashuvda relativ bo'lgan kartdan chiqib qolmasligi uchun. Chiqib qolmaydi, absolute degani o'sha relativ bo'lgan elementni ichida joylashadi. Ko'ryapsiz, position absolute olgandan keyin bu olgan element havoga ko'tarilib qoladi. Bundan joyini yo'qotadi desak ham bo'ladi. Natijada bu havoga ko'tarilgandagi ekranda yuzaga chiqadi. Va endi leftda 0 beramiz va topda ham 0 beramiz. Shunda chap taraf yopishgan holatda tepada turadi. Padding, ya'ni ichki qismlarini birozgina kengaytiramiz 24 pikselga. Ko'ryapsiz, padding sababli endi sal o'rtaroqqa keldi. Keyingi stilimiz kart headingga bag'ishlanadi. Kart heading. Va unga color bersak bo'ladi. Endi kart heading mana bu yozuvlarimiz, Nike, Puma kabi yozuvlarimiz turibdi bu yerda. Mana kart heading Adidas turibdi. Colorga oq rang bersak bo'ladi. FF. Oq rangga chiqyapti. Font size-ni biroz kattalashtiramiz. Font size-ga yangicha uslubda beramiz. 1.9 rem. Adashmasam 1 rem 8 pikselga teng bo'ladimi? Shunday bo'ladi. Bunda где-то bir 15 piksellar atrofida bo'ladi. Ya'ni o'zi tepada 14 qilgandik-ku, hammasini font size mana bu bodiga 14 piksel qilgandik. Endi bu orqali biz uni birozgina kattalashtirdik. Keyingi stilimiz line height. Ya'ni line height degani chiziqlar, yozuvlar orasidagi masofasini ta'minlab beradi. Bunga 1.4 bersak bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana bu dollarlar birozgina pastroqqa tushdi. Va vizini endi otasini 80% desak ham bo'ladi. Ya'ni foiz bilan stil berayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Sababiki u doim ota elementni hududiga qarab o'lchanadi. Otasini hududidan 80%. Agar otasi 1000 piksel bo'lsa, 80% 800 piksel. Otasi 500 piksel bo'lsa, 80% 400 qancha pikselga teng bo'ladi. Endi kart kategoriyaga beramiz. Keyingi stilimiz kart kategoriya. Ya'ni pastdagi dollarlarimizga kart kategoriya. Bunga ham position absolute beriladi. Position absolute. Endi leftdan 35% desak, birozgina o'rtaroq holatga keladi. O'rtaroq holatga keladi. Va topdan 14 m desak, 14 m. Ko'ryapsiz, o'rtaroq holatga keldi, mana bu yerlarga tushdi. Ham bir o'lchavi birligi, lekin buni aniq necha pikselga teng kelishini birozgina yodimda yo'q. Kolorini bunikini ham oq rangga o'tkazsak bo'ladi. FF. Oq rang o'tdi. Endi font size-ni kattalashtiramiz. 26 pikselda qo'ysak ketadi. Mana font size ancha kattalashdi.
Keyingi stilimiz font weight, ya'ni qalinroq holatga ketishimiz uchun font weight bold yoki 700 lar bersak ketadi. Biroz qalinroq holatga keldi. 700 berdik. Qalinroq holatga keldi. Yana text transform, ya'ni yozuvlarimiz katta harf yoki kichik harfda chiqishini ta'minlaymiz. Uppercase deb qo'ysak, biroz yana kattaroq holatda turadi. Endi o'sha kartamizga aytamiz. Kart hover bo'lganda kart background, ya'ni orqa fonimiz biroz kattalashib ishlashi kerak. Transform yuqorida berganmiz. Transform scale degani bir katta harf bir kichrayishini nazarda tutadi. Bu yanada kattalashishi kerak. Scale 1.005 qilsak bo'ladi va translate z o'qida 0 bo'yicha turaversin. Hech joyga siljib ketmaydi. Mana kelyapmiz, ko'ryapsiz. Ichida rasmni o'zi kattalashyapti. Soya ham qo'shilyapti va rasm ham kattalashyapti. Ichida orqadagi rasmlarimiz o'z holatida turibdi. Ya'ni mana bu holatga keldi. Endi faqat mana bu yonlarini xiralashtirish qoldi, xolos qolgan. Va endi aytamiz, kart grid hover bo'lganda uning ichidagi, ya'ni unga yondash deymizmi? Uning ichidagi kart not, ya'ni hover bo'lmagan bir aytyaptiki, kart grid hover bo'lganda, ya'ni mana bu hover bu kelgan paytda qaysi kart not bo'lib qolibdi, mana budir. Not degani hover bo'lmagan kartlar, ya'ni bunga kelsam qolgan ikkitasi hover bo'lgan yo'q. O'shalarni nazarda tutyapman. Va kart content not hover. Kart contentning hover bo'lmagani tashqari kart background altini bosib qo'yaylik, pastga tushadi. Kart background plus kart grid hover bo'lgan vaqtida uning ichida kartlardan hover bo'lmagani va kart contentini ham hover bo'lmagani va kart background mana bu oldidan nuqtasi tepada qolib ketibdi. Kart background shuni pastga tushirib qo'ysak bo'lmaydimikan? Kart background filtr qilamiz. Endi filtr, ya'ni filtr ichidagi ranglar yorqinligi shularni ta'minlab beradi. Brightness 0.8 bo'lsin. Saturate 1 bo'lsin va contrast 1.2 bo'lsin. Yuqorida qanday qo'llagandik? Filter brightness 0.75, saturate 1.2, contrast 0.85. Yorqinligini 0.75 dan 0.8 ga aniqlayapti. Saturate 1.2 dan 1 ga tushiryapmiz va 0.85 dan 1.2 ga tushiryapmiz. Endi sanab ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsiz, qolgan ikkita tanamiz
sal qorayib chiqyapti. Va bundan tashqari mana bunga o'xshab xiraroq holatga o'tish uchun bularda biroz ko'ryapsiz, qora rangga o'girayotganligini qolganlariga. Hovur bo'lsa bu yorqinlashyapti, qolganlar qoralashyapti. Blur degan maxsus filtr qo'shamiz. Blur 10 piksel bo'lsin. Endi xudo xolasa mana hammasi xira. Mana deyarli barchasi. Deyarli yaqinroq keldik. Bu yoqda nimalar qolib ketdi? Birozgina ko'ngildagidek chiqmayapti, tiniqlashtirishimiz kerak. Stillarimizni birma-bir qarab chiqamiz. Qayerda qanday kamchilikka duch keldik? Desak. Mana bu yerda virgul qo'yib qo'ygan ekanmiz. Kart kontentni, ya'ni hovur bo'lmaganining ichidagi kart background deyishimiz kerak edi. Bu virgul qo'ygan ekanmiz. Endi ko'ramiz. Mana ko'ryapsiz, qolgan ikkitasi joyiga tushdi. Qaysi hovur bo'lganda kattalashadi, hovur bo'lmaganlar esa xiralashib turaveradi. Boshqa holatda barchasi ochiq holatda turadi. Demak, qilgan ishimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'proq mashq qiling, kodlarni o'rganing, vazifasini nima bajarayapti, stillarimizni ko'proq amaliyot qilib ko'ring. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.